O'rmondagi qichqiriq voqeasi. 2014-yilning dekabr oylarida Forest Fire nikli mana shu odam tungi soat 2 da o'rmonda bo'lgan mana shu voqeani internetga joyladi. Uning ma'lumot berishiga ko'ra, bu videodagi dahshatli ovozlar uning uyini orqasida joylashgan o'rmonni tub markazidan kelgan ekan. Videodagi qo'rqinchli ovoz esa yosh bolani yoki ayol kishini qichqirishiga o'xshar ekan, lekin aynan nima deb baqirayotganini aniqlab bo'lmas edi. Eng qizig'i, bu videoni kommentariyasidagi juda ham e'tiborli odamlardan ba'zilari videoda yosh bolani baqirishidan tashqari boshqa erkak kishini bosiq ovozda "qayerdasan" degan ovozi ham eshitilganini aytishdi. Va nihoyat voqeaning oxirida video muallifi shu voqeadan keyin yangiliklarda qandaydir o'rmonda sodir bo'lgan halokat yoki yo'qolish haqida bironta ma'lumotni kutgan ekan, lekin bunday yangilik chiqmagan ekan. To'g'risi, bu voqea meni juda ham o'ylantirib qo'ydi. Nimaga mana shu bolacha bor ovoz bilan baqirib yordamga chaqirayotgan bo'lsa-da, hech kim uni orqasidan qidirib bormadi. Agarda sizlarda ham mana shunaqa o'zingizni qiynayotgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha